Assalomu alaykum. Fizik kanali kuzatuvchilari, bugun sizlar bilan harakatning nisbiyligi to'g'risidagi mavzuni qisqacha bayon qilamiz. Demak, boshladik bo'lmasa. Xo'p, harakatning nisbiyligi o'zi nima? Birinchi deb yozamiz, qarang. Misol uchun, oddiy tushunchalardan bittasini boshlaydi. Real hayotda mana siz ketyapsiz. Dangal boshladigan mavzuni. Ketyapsiz mana. Ortingizdan shamol esyapti. Shamol esyapti. Ya'ni siz o'zingiz V bilan ketayotgan bo'lsangiz, shamol borligi hisobiga tezlashasizmi axir? Biroz tezlashasiz albatta. Xo'p. Tezlashasiz. Xo'p. Endi teskari harakat, ya'ni shamol shu tarafga, lekin siz endi shamolga qarama-qarshi harakatlanyapsiz. Bu tarafga. Bu yoqda shamol. Bunda nima qilasiz? Sekinlashasiz. Xo'p, endi harakatning nisbiyligi nimani ifodalaydi desak, bu qaraymiz. Ikki xil holatda bo'lishi mumkin. Mana aytayotgandek, birinchisi bir xil yo'nalishdagi jismlarning yerga nisbatan va o'zlariga nisbatan tezligi. Ikkinchisi bir-biriga qarama-qarshi harakatlanayotgan jismlarning bir-biriga va yerga nisbatan tezligi. Xo'p, shuni ifodalaydi. Demak, nisbiy tezlik deganimiz. Xo'p, demak, yana bitta tushuntirish bor. Ya'ni deylik, mana suvda siz demak, nima deymiz endi, cho'milyapsiz deylik, suzyapsiz xolos. Mana qo'lingiz bu yoqdan kelgan. Xo'p, bu yoqda sizga endi qarama-qarshini chizamiz. Birinchi, siz bu yoqqa ketyapsiz va odam deylik, odam. Bu yoqda va oqim. Xo'p, sizning tezligingiz albatta nima qiladi? Sekinlashadimi axir? Xo'p, endi teskarisi qaraymiz. Yana shu oqimda siz endi yana suzyapsiz. Xo'p, va odam. Bu safar oqimni yo'nalishini o'zgartirib qo'ya qolamiz. Bu yoqqa nima bor? Va oqim bor. Ya'ni daryoda suzyapsiz-da, ko'lda emas, ko'lda bilamiz oqim bo'lmaydi. Daryoda suzyapsiz. Xo'p, unda tabiiyki siz bilasizki tezlashasiz. Xo'p, endi qaraymiz. Nimaga e'tibor berishimiz kerak? 4-holatda. Nimaga e'tibor berishimiz kerak? Xo'p, nisbiy tezlik aytganimdek ikkita variantda bor. Xo'p, demak. Xo'p, shu cho'milishni olaylik birinchi bo'lib. Ana keyin avtomobillarga o'tib ketaversak bo'ladi. Xo'p, mana siz cho'milyapsiz. Bu tomonga qarab suzyapsiz to'g'riroq. Va odam bu tarafga qarab nima bor? Va oqim bor. Xo'p, endi sizni qaraymiz mana. Birinchi bo'lib oqimga nisbatan tezligingiz bor sizning. Va demak, yerga nisbatan tezligingiz bor. Yerga nisbatan. Xo'p, bular qanday ifodalaymiz? Qaraymiz hozir.
Xo'p. Oqimga nisbatan tezlik deyilsa, oqim deymanda nisbatan deyilsa, siz v odam ayirasiz v oqim. Mana. Endi modullar bo'ladi, qaysi bir katta bo'lsa shuni aylanadi. Xo'p, yerga nisbatan desa, to'xtab turinglar. Yerga nisbatan desachi. Yerga nisbatan desa, mana yerga nisbatan. Yerga nisbatan desak, mana sizni mana ketayotganingizni ko'rayotgan odam sizni tez ketyapti deb o'ylaydi, misol uchun. Yerda turgan odamga nisbatan, tinch turgan odamga nisbatan. Va odam plus va oqim. Xo'p, endi B holat bor. B holati qanday holat desak, yana siz ketyapsiz. Endi siz bu tomonga harakat qilyapsiz. Mana shu odamni tasavvur qilasizlar endi. Hop, bu yoqqa mana V odam. Hop, bu yoqqa nima bor? Va oqim. Endi nima bo'ladi? Bunga ham ikki xil variant bor, ya'ni oqimga nisbatan hozir bir minut. Oqimga nisbatan va ikkinchisi yerga nisbatan. Hozir oqimga nisbatan yozaylik shunday. Oqimga nisbatan siz mana hozir shunday deb qabul qilib turing, tushuntiraman. V odam plus V oqim. Xo'p. Ikkinchisi yerga nisbatanchi? To'g'ri, yerga nisbatan v odam ayiramiz v oqim. Modulda qaysi bir katta bo'lsa shuni o'ylanadi. Xo'p, buni ma'nosiga tushunadigan bo'lsak, endi qaraymiz ma'nosi. Ma'nosi qanaqa? Xo'p, ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, ajratdik mana. Endi tasavvur qilishingiz kerak. Siz suvda suzib ketyapsiz. Mana bu narsani tushuntirmoqchiman hozir. Siz oqim bo'ylab suzayotgan bo'lsangiz, misol uchun orqangizdan oqim kelyapti. Siz ham ketyapsiz, orqangizdan oqim kelyapti. Ya'ni suvning sizga urilishini tasavvur qiling. Tasavvur qildingizmi? Endi siz nima dedim? Oqimga qarshi suzyapsiz va yuzingizga suvning urilishini tasavvur qiling. Xo'p, qarang mana oqimga nisbatan siz boya birinchi holatda aytganimdek, sizga sekinroq tegan suv. Sekinroq tegan. Mana bu holat desa, qaranglar. Mana bu ikkalasini tushuntiryapman hozir. Mana buni emas, buni emas hozircha. Oqim bo'ylab bo'lsa, ya'ni sizga suv kelib urilishi, to'lqin kelib urilishi sekin bo'ladi albatta. Qarama-qarshi bo'ladigan bo'lsa, to'lqin sizga tezroq, ya'ni misol uchun yuzingizni og'ritadi-da, masalan, tegsa to'lqin qarama-qarshi suzsangiz, oqimga qarshi suzsangiz. Mana buni oqimga nisbatan tezligi yoki sizga nisbatan tezligi qo'shiladi. Xo'p, yerdagi odamga nisbatan esa ayriladi. Yerdagi odam nimani ko'radi? Siz oqimni yengyapsiz, ya'ni
yerga nisbatan tezligingiz oqimni yengishga harakat qilyapti va ayrilyapti. Ana bu yerda esa oqimga qo'shilib ketyapsiz siz va tezroq sizni tezroq suzadi deb o'ylaydi. Lekin oqim sizga yordam berayotgandek, tezroq suzayotgandek ko'rinasiz, lekin oqim sizga yordam berayotgan bo'ladi aslida. Ya'ni o'rta demak plus ishora bo'ladi. Xo'p, endi mana bunga qaraymiz. Shamolga qaraydigan bo'lsak, shamolda ham xuddi shunaqa. Shamolda ham xuddi shunaqa. Xo'p, shamolga nisbatan bu yerda tezligimiz va odam aylangan va shamol bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda esa, shamolga nisbatan va odam plus va shamol bo'ladi. Ya'ni bu yoqda shamol siz yuzingizga tegadi, to'g'ri, lekin qarama-qarshidagidek emas-da baribir. Bunda sekinroq, misol uchun, uradi yuzingizga. Bunda tezroq, ya'ni yugurdingiz nima-yu, misol uchun, yugurdingiz nima-yu, turdingiz nima. Qaysi birida ko'proq yuzingizga shamol shikast yetkazadi? Albatta yugurganingizda. Ana shu uchun qo'shiladi bu yoqda, shamolga nisbatan bo'lgani uchun. Xo'p, endi hamda yerga nisbatanchi? Yerga nisbatanchi? Ha, albatta qo'shiladi, chunki shamol sizni yurishingizga yordam beryapti. Misol uchun, siz yurishingizni ham yugurtiryapti-da shamol. Shunday shamollar bo'lganki, mana misol uchun. Endi bu yoqdachi qarama-qarshi, ya'ni siz shamolni yengishga harakat qilyapsiz yerga nisbatan. Ya'ni va odam aylangan va shamol. Endi gohida shamol tezligi katta bo'lib uchirib ketadigan holatlar ham bor, lekin sal fantastikda u. Xolos modulda bo'ladi demoqchiman. Ana shunday tushunish kerak o'zi bu nisbiy tezlikni. Hech qanday qiyin joyi yo'q aslida. Xo'p, endi buni avtomobillarga nisbatan ham ishlatadi. Misol uchun, qaysi harfga kelib qoldingiz? S. Misol uchun, ikkita avtomobil ketyapti deydi, misol uchun. Bu yoqda V1. Misol uchun, mana bu yoqda V2. Mana avtomobillar ketyapti. Kitoblarda ko'p hollarda bir-biriga nisbatan so'raydi-da tezligini. Xo'p, men yozaman, qaranglar. Birinchi holatda bir-biriga nisbatan deyman. Qaranglar, men shunday yozib ketaman. Bir-biriga nisbatan. Tezligi ayriladi kattadan kichkinasi. Xo'p, endi yerga nisbatan tezligichi? Yerga nisbatan qo'shiladi. Xo'p, bunga yaqqol misol men sizlarga hozir tushuntirib beraman sizga. Endi qaranglar, mana samolyot, qiruvchi samolyot deb tasavvur qilamiz. Va bu yoqda nimasi bor? Raketa otadigan, demak, qanotdan raketa otadi, xolos. Qaranglar, mana qanotidan raketa V1 tezlik bilan chiqadi. Samolyot o'zi V2 bilan harakatlanyapti. Xo'p, qaranglar, mana nimaga qo'shilishini aytaman-da sizlarga hozir. Ya'ni yerga nisbatan albatta siz samolyot tezligiga raketaning tezligini qo'shasiz. Samolyotni o'ziga nisbatanchi? Samolyotni o'ziga nisbatan, ya'ni bir-biriga nisbatan desak ham bo'ladi. Va bir-biriga nisbatan desak ham bo'ladi. Va 1 ayramiz va 2 bo'ladi. Qaysi bir katta bo'lsa, shundan ayramiz. Modul. Xo'p, buni tushuntirmoqchiman. Mana shu yerga nisbatan siz misol uchun qiruvchi samolyot qurdingiz. Undan chiqayotgan raketani o'zidan ham katta tezlik bilan chiqadi, albatta u. Juda katta tezlik bilan ko'rasiz. Ya'ni turgan samolyotdan raketa chiqdi nima-yu, misol uchun harakatlanib bo'tirgan samolyotdan raketa chiqdi nima? Misol uchun mana o'q, ya'ni qiruvchi raketa samolyotdan raketa chiqadi-yu, misol uchun. Tasavvur qildingizmi? Misol uchun degan so'zga reklamamiz borda. Tak. Turgan samolyot, ya'ni bir pulemyotdan otildi nima? Misol uchun yurib borayotgan samolyotdan otildi nima? Ya'ni raketaga tezlik beradigan bu samolyot. Chunki buni yo'nalishida otsa shunaqa. Lekin bu samolyotda o'tirgan misol uchun uchuvchiga nisbatan kichkina bo'ladi tezligi. Sababi uning o'zi ham samolyotda harakatlanyapti-da. Shuning uchun. Xo'p. Endi qarama-qarshi harakatlarni ko'rib beramiz.
Tak. Ikkita mashina bor mana. Yo'da bir kelyapti. Va 2. Xo'p, yerga nisbatan tezliklar nima qiladi? Ayriladi. Xo'p, hozir shunday qabul qilib turing. Tushunmasangiz yana tushuntiraman. Xo'p, bir-biriga nisbatanchi qo'shiladi. Bu boya esingizda bo'lsa, suzuvchi misol keltirdim. Suzuvchi suvga tez, ya'ni qarama-qarshi harakatlansa, uning yuziga to'lqin tezroq uradi va nisbiy tezlikni shunda yozamiz, ya'ni bir-biriga nisbatan bo'lsa. Lekin yerdagi odamlarga nisbatan u yengishga harakat qilyapti. Suvning to'lqinini. Shuning uchun aylanadi dedim. F endi qabul qilasizlar shuni. Endiki navbat. Misol uchun biz bilamiz choraxa bor. Choraxaga ham o'xshamaydi. Xolos 90 graduslik yo'l borda. Bu yoqdan v1 tezligi bilan harakatlanib kelyapti avtomobil, bu yoqdan v2. Xo'p, nisbiy tezlik qanday topiladi? Nisbiy tezlik Pifagor teoremasi bo'ladi. Xususiy holatlarda endi bular. Xususiy holatlar. Xo'p, endan keyin endi 90 gradus bo'lgani uchun endi bu. Endi ma'lum bir burchak ostida bo'lsa-chi, misol uchun mana bu yoqda v1 v1 bilan harakatlanyapti, bu yoqda v2 bilan harakatlanyapti. Orasidagi burchak alfa. Nisbiy tezlik qanday topiladi? Kosinus teoremasi, ya'ni v1 kvadrat plus v2 kvadrat minus 2v1 v2 kosinus alfa. Xo'p, bu nisbiy tezlikligi. Bu oz to'xtab turinglar mana. Nisbiy tezlik. Xo'p, bu nima bunaqa deb so'raysizlar. Xo'p, biz parallelogram yasab olishimiz kerak. Geometriyadan bilasizlar, parallelogram shunday bo'ladi. Hozir biz mana bu ikkalasini olyapmiz. Tasavvur qiling odam. Mana shu kichkina diagonali bizga nisbiy tezlik beradi. Bu katta diagonalchi bu natijaviy bo'ladi endi. Xo'p, shunday demak nimalar? Holatlar bor. Bo'ldi, nisbiy tezlikka menimcha yetsa kerak. Xo'p, men o'rtacha tezlikni sal chalroq qoldirdim o'tgan darsda, shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, S umumiy taqsim T umumiy dedik. Xo'p, S1 plus S2 plus taqsim 2 qism uchun ko'raylik hozircha. Xo'p, endi S yo'q bo'lsa qanday bo'ladi? Va o'rtacha teng S yo'q bo'lsa S'ni o'rniga nima qo'yamiz? V1 T1 qo'shamiz V2 T2. Xo'p, mahrajda esa T1 plus T2 bo'ladi. Xo'p, endi T yo'q bo'lsa-chi? T yo'q bo'lsa albatta S1 plus S2. Men formuladan ketyapman, qaranglar. V teng S bo'lingan T borki, T yo'q bo'lsa T'ni o'rniga qo'yamiz.
S1 bo'lingan V1 plus S2 bo'lingan V2. Mana o'rtacha tezligi asosiy formulalari. Xo'p, endi nima desam bo'ladi? Qismga doirlar bor. Qismga doir bo'lsa, uni ham ko'raylik, mayli. Misol uchun yo'limiz misol uchun bu yoqda n qism, bu yoqda misol uchun 1 minus n bo'ladi. n bu qism, misol uchun bittasini 2 bo'lishi mumkin, ikkitasini 3 bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda v1 bo'lsa, bu yoqda v2 bo'lsa, o'rtacha tezlik qanday topiladi? Tepada s bo'lishi aniq. Pastda t o'rniga nima qo'yishimiz noma'lum. Xo'p, t o'rniga n ko'paygan s bo'lingan v1 qo'yamiz. Plus n minus uzr, anchada n minus 1 emasdi. Minus n bo'ladi. Xo'p, eslarga ruxsat bera olsak bo'ladi endi. Xo'p, eslarga ruxsat beramiz. Ketdi, mana eslar ketdi deylik. Mahraj tenglaydigan bo'lsak, v1 va 2 deb egasi ketadi. Ha, mahrajda esa n kara v2 plus 1 minus n kara v1. Ya'ni s qismlarga bo'lsa, misol uchun bir taqsim 2 qismda falon tezlik bilan, qolgan qismida falon tezlik bilan desa, chatta n o'rniga bir taqsim 2 ni olib kelib qo'ysa, shu formuladan chiqadi 100%, xudo xolasa. Endi vaqtlar bo'lsa-chi, misol uchun n t vaqt bu yog'iga 1 minus n t vaqt s1. Endi s1 shart emas, o'shani v1 deylik. Hozir yo'lda v1 bilan harakatlandim. v2 bilan. Xo'p, endi bizda nima yo'q? S yo'q formulamiz bilamiz biz. Ya'ni tepada v1 ko'paygan n t bo'ladi. Endi t o'rniga yozdim nima? Xo'p, plus v2 ko'paygan 1 minus n ko'paygan t bo'ladi. Mahrajda bilamiz, t ni o'zi bo'ladi. Ya'ni t'larga javob beramiz. Ketadi. Va bizda qoladi nima? n kara v1 plus 1 minus n kara v2. Xo'p, vaqtning 3/2 qismida deydi, misol uchun qolgan qismida desa mana shu formula. Ya'ni bu faqat ikkita qism uchun urildi. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lsa, juda ham xursand bo'lamiz. Kanalga obuna bo'lib, iloji bo'lsa tarqatib yuborsangizlar, bu bizga yanada ko'proq video ishlashimizga albatta motivatsiya bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.